Assalamu alaikum rahmatulloh. Hurmatli jamoat, amansizlarmi? Mana bir muhtoj yubileyimizga gömür tushirdik. Xudo xolasa. Bu orqa 3 chipta, birosini 2 chipta alıp ketishadi. Bugun o'sha gömürlerimizni hozir taratib o'tamiz. Qizil Sengir ayılında 5-6 muhtoj yubileyimiz bor. O'shalarga berib qo'yamiz inshaalloh. Marani o'zing olib ketib qolasan, qara ichkariga. Bergenlerge bir ihsan dua olib qo'ysa, amin. Allah Taala şu kalan insanların qabul qilsin, dunyodan oxiratda baxtli bo'lsin, topganlarni berekasini. Rahmat o. Hurmatli jamoat, 14 fevral mana bir tuğanımızga o'sha ko'mirlerimizdan taratib yuramiz. Qizil Sengir ayılı. Qaysi ko'chalarni? Atı yo'q ko'cha ekan qisqasi. Mayli, ma'qul, biz o'zga cho'tkila olib qo'yib o'tamiz. Bo'pti, rahmat sizlarga da. Dua olib qo'yishlar keyin. Hurmatli jamoat, mana uyda da 2 egiz bolasi bor. Atasi o'g'riqchan uy bilan, o'sha asqamsizdan uy bilan. Bu qadag'imdan da qilib buni 3-4 chipta gömür tushirdik. O yerda bor sadrakadan 3 chipta gömür tushirdik. Shuni olib Qizil Sengir ko'chada tushirib yuramiz inshaalloh, xudo xolasa. Azdan bir ikisini beramiz, xudo xolasa.